Salom hammaga. Bugun sizlar bilan biz uborka qilamizlar. Birinchi bo'lib xonamda boshladim va pechmeni stolimni yig'ishtirib oldim. Bardak olib ketgan ekan va jaluzini ham ochib oldim. Chunki oynadan havo kirish uchun oyna ochilmadi. O'shaning uchun podokonniki ham tozalab oldim va keyin opamni guliga ham suv quyib qo'ydim. Chunki suv qurib ketgan ekan mana. Quyganman va buni podokonnlikka qo'yib qo'ydim va qizlar xonamizni qaranglar, bardakligini buni ham yig'ishtirib olamiz. Hozir bardak qilib tashladim va birinchi bo'lib kiyimlarimni tashlab keldim. Chunki kun issiq-ku shunda. Va keyin parashok solib oldim. Kirmoshinaga kirlarni solib parashok soldim va gradusini o'lchab, minut bilan gradusini o'lchab, shunda startni bosib yubordim. Ko'rayotganlar 45 minutga qo'ydim va keyin tozalab oldim. Polni olishasidan chiqib qolibdi. Xayr.